290 so'ramiz, insanlarni yo'lda gaz berish yo'q. So'ramiz olib keldik. Bu so'ramiz ikkita bo'lmasa ikkita qo'ygan so'ramiz. 3,5 million so'm egaladi, olib kelib, o'rnatgan. Boshqalarga duo qilganlar, kimga so'rab qilmalar kelaversa, aloqasi bo'lasizmi? Albatta, albatta. Boshqalarga duo qilasiz, xalq uchun, ko'rayotganlar uchun. Avvalambor-chi, hozir bunaqa suvga yetinamay yurdim. Ana Instagramda ko'rib postlarga olib kelganingizda rahmat. Kam bo'lmaydi, kam bir masalani o'tamiz endi. Xudo xolasa. Tani joningiz Amin. Tani joningiz sog' bo'lsin. Uylar uzoq bo'lsin. Uylar ulug' bo'lsin. Alloh kasb-korlarga baraka bersin. Xonadoninglar tinch bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'lmaydi. Shunaqangi xalq xizmat qilgansizlar, eling uchun oldida, xalqimiz oldidami shu yuzinglar yorib, ochiqinglar ochiq bo'lsin. Endi biz buni tavsiya qilamiz o'rtoqlarga, do'stlarga, qarindoshlarga. Bu boshlanishi xolos hali ko'p muloqot qilamiz sizlardan. Alloh nimaiki niyat qilgan bo'lsanglar, Alloh o'zi yetkazadi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, aloqa qilsalar, xudo xolasa o'zimiz yetkazamiz. Albatta boshqa. Rahmat.